هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon. Mana bu Resulullah programımızın 3. saniyini görüşünlerden kızgın karşılarımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirlik kıyırdaşlarımız, körülmenlerimiz, dünyanın her qaysı yerlerde düzgün görüp atkan kıyırdaşlarımız. Allah'ın salam olsun. Bugün inşallah Ramazan'da başlatkan bu programımız 3. bölümüge gelip olduruptuk. Peygamberimizin tunup, Resulümüzün tunup öteydi diyen maksatta. Programımızdan kıymetli mehmeni, daimlik mehmeni, hürmetlik Ustaz Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği'nin azası. Hem Allah tanışıp boğan Habibullah Gülsen Ustaz'ın teklif kolu kıymetli vaktini çıkarıp köp belgeler için köptün köp rahmet etimiz. Selamun rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Livas'ta programa girsek, hürmetli Ustaz, hem de biz Resulümüzü tanıp, yakından tanış üçün, Resulümüzü aşık buluş üçün, ve bizge birden-bir yegane ülgü kılıp, yol başçımız kılıp evetligen bu peygamberimizin gerçi aramızda bulmusu mu? Onun sahabelerindek onun bilen hem söhbet bulanmagan bolsak mı? Şu Resulümüz öz vakti degendek menin şundaq kelgüsü bir qeyrindaşlarım keldi. Ular meni kömey durup iman etip menin digerlerimi ayışmaga. O aşılar menin qeyrindaşlarım dep Resulullah bizni sığıngan demdi. Aşu peygamberimizin şu muhabbetiga bizni sığıngan aşı devrede turup ahir zamanda yıkılgan ümmetini sığıngan şu ümmetinin qatarıga kiraleş ümidi bilen biz bu programı başlattık. Rabbim inşallah şunun cennetten kalıp şunun etrafında cennette birge kalışını ümit kılış bilen programımızın devam kılıvatımız. Bugün inşallah 3. bölümü duruptunuz. Peygamber Allah Subhanahu Teala Rabbimiz peygamberimizin dünyaya qandaq evetligelikini qandaq bir peygamber bulup evetligeligini nayeti kısa bir şekilde düşündürüp وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bütün alemlerge rahmet kılıp evettik dedi. Hem de biz şu başta bilgen alemlerge peygamberimizden rahmet kılıp evetlişini qandaq düşünürüz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a çeksiz hem de sanalar bolsun. Canı can peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durut ve selamlar bolsun. Ve Resulullah'ın söyleyen barlık kırındaşlarımıza Allah'ın mağfireti hidayeti bolsun. Endi bu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed Aleyhisselam biz seni insaniyetke yaki bütün alemge, insanlığa emas bütün alemge merhamet yani rahmet kılıp evettik. Bunda degene yani Resulullah'ın bu dünyaya insanlığa kilişi Allah'ın rahmeti. Ve bu peygamber yüzü bir rahmet, merhamet ve bütün yarışarıda merhametini, mihriballıqni umlaştırış için kelgen peygamber. Hem de ben dedim Resulullah'ın özü bir rahmet. Bunu bilgenler biliyordu, bilmegenler bilmeydi. Bu insaniyetki berilgen en çoğun bir rahmet, en çoğun bir merhamet. Hem de Resulullah peygamber olup kelgen vaqtida dünya qandaq deydisizlar? Dünyada bir ahlak krizisi ve kıymet qarash krizisi en evcilip uçuq çıqqan vaqtida Peygamber Aleyhisselam rahmet kılınıp evetilgen. Mesela qaraslar, Araplar şu çağda kız balını tug'ilsa özünün yürek parasını ko'zini qirt qilmasini apirib yer ko'mitadi. Nima uchun? Qalbida uning qimmat qarashida bir mehribonlik, rahmat degan narsa yo'q. Bu Araplarning ahvoli. Mesela Parislar qaraydigan bo'lsak, Parislar şu vaqtida puhralarni 7 sinfga bo'ladi. 7 sinf. Yani demek yuqori sinf, tovan sinf, yani en yuqori sinf podshoh oilasi. Undan qilib qolsa harbiy generallar, undan qilib qolsa diniy odamlar qolgan namasini adam qatorida ko'maydigan. Mesela hozirgi Yevropa Rumlar qaraslar, shu chaqda ko'rinlaylik adam bilan yo'lbosni mushaq sep qo'ydigan. En üzünün köngül açılgan işi şu vaqtida adam bilan adamni urush sap qo'yib bir-birini o'ltirgizib köngül açılgan. Demek insanlar mana mushundaq
axloq va qimmat qarash krizisida yashayotgan bir paytda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam rahmat qilib aytildi. Masalan, Hindistonda bir o'lib ketsa, ayolni chuqum shu bilan tang ko'ydirib tirik ko'mitadi. Yani rahmat, insonlarda rahmat yo'qolgan. Qimmat qarash yo'qolgan. Mana mushunda vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytildi. Yani oddiy yo'qlan ishlar uchun bir-birini o'ltirayotgan. Masalan, Arablarni alsak payg'ambar alayhisalom kelishdan burun bir ot musobaqasiga tushib, birisining birisini oldiga o'tib ketib bo'lgan ishda 40 yil qon to'kishgan endi. Qabilavozlik bir-biriga. Yani normal oddiy yo'qlan uchun adam o'ltirayotgan. Yani insonlarda marhamat, mehribonlik yo'qolgan bir paytda Allah ve ma arsalnaka illa Muhammadna rahmat qilib aytdi. Rasulullohning o'zi bir rahmat, o'zi bir marhamat, o'zi bir Allohning bizga ko'rsatgan mehribonligi va Rasululloh yarasharga shu mehribonlikni umumlashtirish uchun kelgan. Shuning uchun islom dinimizda shu marhamat qilish, bir-birimizga kuyinish, bir-birimizga, ya'ni inson marhamatli bo'lish islomiy qimmat qarashlardagi eng muhim qimmat qarashlardan birisi. Biz oldingi darsimizda bir deyishdik-ku deymi, al-islamu rahmatun kulluha deb. Islom demak marhamat demak. Mutlaq marhamat. Shuning uchun sizlar biz o'ylab baqsa, cho'ng bo'liblam eng tunji o'gindigan so'zimiz qasi. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat mehribon va nihoyat shafqatlik Allohning ismi bilan boshlayman. Nihoyat suyumlik. Ya'ni bu oyatni biz nima deb tushunamiz desa, mehribonlikning din ekanligini, mehribonlik bizning aqidamiz ekanligini, mehribonlik Allah subhanahu wa ta'alaning bizga bergan eng cho'ng ne'mat ekanligini, Muhammad alayhisalom shuni nabiyur rahmat deyildi payg'ambar alayhisalomni. Mehribonlik payg'ambari deyildi. Ya'ni marhamat payg'ambari. Nima? Shuning uchun Rasulullohning hayoti qarayli, dinimizni qarayli, shunama. Masalan biz kunduz sura Fatihani o'qiymiz. Hatta nemish qilsak bismillah bilan başlaymizmi, başlamaymizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat shafqatlik, nihoyat mehribon Allohning ismidan boshlayman. Kunduz deymiz, mushadek shafqatlik, mehribon degan gapning bizning hayotimizda o'z ifodasini tepish qanchalik. Bu din hozir bir xil murosimga aylanib qoldi-ku. Bumuz o'ylab baqsa, balam o'ltirganda bismillahirrohmanirrohim dang, balam qopqanda bismillahirrohmanirrohim dang, balam uyga kirganda bismillah deb kiring, balam mashinaga chiqqanda bismillah deb chiqing. Bizga ota-onamiz shuni o'rgatadi. Ham dinimizmi shu? Ash Qur'ondagi 114 surani o'qib bo'lguncha hammasi bismillah deymizmi demaymizmi? Ya'ni bu bismillah nimani o'z ichiga olsa, Rahmanir-Rahim, ya nihoyat mehribon, kuyimchan degan so'zni tilgan. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ar-Rahimun yarhamuhumur-Rahman. İrhamu men fil ardı yarhamukum men fis sama. Mehribon Allah mehribon kishilarga mehribonlik qildi deydi. Allah mehribonlik qilsa, Allah marhamat qilsa, hech kim jannatga kiramaydi. Hatto payg'ambar men jannatga kiramayman dedi. Agar Allah laula an yataghammadanallohu bi rahmatihi deydi. Agar Allah meni mehribonligi bilan qutqizmasa men jannatga kiramayman dedi payg'ambar. Ya'ni o'zimizning namal bilan jannatga kiramaymiz, mehribonlik. Bu mehribonlik bak muhim. Şunun için Rasulullah aşında mehribandı. Şu demek Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu şundaktaydı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim surasındaki Rabbi innahunne adlalna kesiran minen nas femen tabi'ani fe innehu minni degan ayetini okudu deydi. Ey Rabbim bu insanlar köp adamlarni azdırıvattı deb peygamberinin öz kavmidin şikayet qilib to'g'ri bu. Shuni Payg'ambar alayhisalom o'qidi deydi. Ondan keyin Isa alayhisalomning "Ibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim" degan oyatni o'qidi deydi. Ey mehribon Alloh, agar sen jinoyat o'tkazsang, itoat qilmagan insonlarni azoblasang, o sening bandalaring. Agar kechirsan, ishdan ish qiluvchi g'olib satursan degan oymush ikki oyda Payg'ambar alayhisalom o'qidi deydi. O'qib şu Rasulullah qo'lini ko'tarib Allohumma ummati dedi. Ey Allah, mening ummatim deb Rasulullah shunda bir yig'lab ketdi deydi. O'ylab baqsa, nima uchun mehribonlik? Allah subhanahu va taolo shu paytning o'zida Jibril alayhisalomni Rasulullohning qashiga oldi. Muhammaddan so'ra nima deb yig'laydi deb. Allah biladi. Lekin bizga bosh Rasulullohning naqadar mehribon, naqadar kuyimchiligini deb aytmoqchi.
Muhammaddan sonra nim bo'ldi, nim bo'pti deb so'ragandan keyin Payg'ambar alayhisalom Jibril alayhisalom Payg'ambar alayhisalomga qachoq kelib, "Ma yubkik Muhammad, nima seni yig'latgan?" deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatining g'amini yeb, mush ummatining bir palakat kuchirab qolishidan, ummatining oxiratda do'zax tushib ketishdan ansirab mushundoq ummat uchun yig'layotganligini debdi. Jibril Allohga buni yetkazibdi. Alloh Jibril alayhisalom Muhammadga da sanurdi. Nima dedi? Inna sanurdika fi ummatika va la nasuuk. Ey ummating to'g'riliqsini hargiz g'amkin qilmaymiz dedi. Bu bizga berilgan eng xo'sh bishorat endi. Xo'sh. Eng xo'sh bishorat. O'ylab baqslamdi. Qiyomat kunsi bu qiyomat demak hamda ajoyib fojialik bir dahshatli kun endi. Allah subhanahu wa ta'ala qiyomat kunini tasvirlab nima deydi bo'lsa, "Va tara kullu ummatin jasiya" deydi. Bütün insanların hammasının tizlanib o'ltirganini ko'rsa deydi. Alloh deydi buni. Va tara hammasi tizlanib o'ltirdi deydi. Allah subhanahu wa ta'ala hisobni elishdan burun do'zaxni farishtalar ashu naq maydonga so'rab akildi deydi. Do'zaxning 70 ming tutqusi var. Her bir tutquni 70 ming farishta tutib akildi deydi. 4 milyard 400 ming farishta, 900 ming farishta do'zaxni so'rab akildi deydi. Do'zaxning 3 nar tatishi var deydi. Do'zaxning 3 qitim nar tatishi var deydi. Bir nar tatish bilan do'zax atrofidagi nurg'un insonlarni o'ziga tatib akirib ketadi deydi. Şu olan bütün insanlar qo'rqib, oljo qilib qechishga boshlaydi deydi. Şu olan qachay desa atrofida butunlay farishtalar atrofni qorshab turgan qachanmaydi. Ikkinchi qitim nar tatqa vaqtda yana bir muncha odamni do'zax so'rab akirdi. Şunun bilan bütün insanlar qo'rqib ketdi, mana dum yetib oldi deydi. Chunki bu kun Alloh tarixda eng g'azab qilgan kun. Şun bazı hazır dünyada nurgun zulümler, nurgun vicdanımız kötemeydiğen, bir insanın aklı, kalbi kötemeydiğen bir zulümler buldu ya. Tamam, hesap var bugün, şu günün hesabı var, şu günü görmez hemen inşallah. Biz şuna iman edelim. Bunu muşundak bir dehşetli küllerde dedi. İsa aleyhisselam Meryem anamızı unuttu dedi. İbrahim aleyhisselam dadısını unuttu dedi. Musa aleyhisselam qarindişi Harun'u unutdu deydi. Hemsi ya Allah qutqazgın, ya Allah deb şu yerda bir. Çünkü o men dedim o acayip bir dehşetli kun endi. Yani tasavvur qilsa, do'zax. O do'zaxning cho'ngligi quyosh shu do'zax tashlandi. Demak, quyosh yer sharidan 1.300.000 asli cho'ng. Shu cho'ng quyosh do'zaxning ichiga tashlandi. Demak, o do'zax bak cho'ng. O do'zaxdan bir o't chiqib insonlarni yo'gab ichiga akir ketsa ham demak unutmaymiz. Masalan, mening tariximda bir ish o'tgan, hozir unutmayman. Turman desam, bir yaqin og'aynam opasini qo'shib qo'ydi turpanga. Qumlarman deb. Turpanda qumga kumilib to'q, oyoq kiymay berib toz kumilib, qumdan chiqsaq ya qizib ketibgan. Men yaqin og'aynamdanki opasi o qari ayol. Yani putum kuyib ketib, bir yugurib, malini ichiga kirib bo'lib, ayol andaki isim kelgan. Şu çağ degandim ya Allah. O'ylab baqslar. Eng yaqin og'aynam opasini amonat qilsa, qiz qumga dassa putum kuyib ketib, shu yuzamni eplab qechibdimi. Qarsam o ayol keyin bir oyoq tepib kiyib kelayotibdi. Shu mana o inson shuni payg'ambar alayhisalom Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi. U kuni inson o'zining dadisidan, opasidan, ayolidan, yaqindan hammasi bir-biriga qochadi. Likul shunama hammasi qochib mush kunda Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam qana qildi desa, yana ummatim deydi emasmi? Mush kunda Rasululloh ummatim deb shuningga Qur'oni Karimda va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka robbuka maqaman mahmuda. Kechida sen namoz o'qish uchun
Kur'an okuş için, nafil namaz okuş için ornunu tur. Allah subhanahu wa ta'ala sana en mahtıldığın bir urunga iyi kıldı degen. Şu urunmuş kıyamet günü Resulullah'a verildiğin gün şu. Resulullah şu yerde ümmetini kutkuzu için meydana çıkıldı. Yani şu yerde ümmetim deydi. Hem adam, hemmisi yüzden cılığın kaçak Resulullah ümmetin. Bu Resulullah'ın müştahı dikizgen neymi olsa merhamet. Rahmet. Allah ata kılgan. Rahmet. Demek yana bir mesele mesela Resulullah'nınki bütün alemlerge rahmet kılıp evetlişideki sebebine yana birisi. Başka peygamberler özünün mahsus ümmetiga evetligen bolsa, kavmiga evetligen bolsa, Resulullah'nın bütün ta kıyamet kaybı boşaltılan barlık kavmiga evetligenlikimi bu şu alemlerden. Alem. İkincisi ananayken alem desek hem nesne öz çıkaldı. Hayvanların öz çıkaldı, tabiatın öz çıkaldı, şundan insan çıkaldı. Şu merhamet peygamber alemge qanday rahmet oldu dese dünyaya tinchlik hep geldi. Tabiatını buzmaslıkka, hayvanlarını qiynamaslıkka, şunama dal-daraxtlarını beka julmaslıkka. Yani bütün alemni qoğduğucu bir peygamber olup geldi. Şunu Rabbil Alemin degen şu. Mesela öz vaqtda Rasulullah tögüler jek jukasama, tög şikayet qatı jek jukatma. Ma tögü qosuğu toyğaz. Ma kalını andaq qel şunama bir quşqaşның balsını ep oynasa, o kimi ma quşqaşның balsını ep oynaganda bu Rasulullah qaynap ketken şunama. Bir daraxtını tikip qoysa, onundan hayvanlar yesa ajr savab buldu degen peygamber. Yani bir müşk üçün müşk üçün dozaqqa, bir müşkni qiynap öldürüyotgan adamni dozaq üçün. Yani bu peygamber rahmet degeni faqat insonlarga emas, bütün tabiatga, jonliqqa, jonsizga mehribonlik qilish, kuyinish ta'limotini beradigan merhamet peygamber demekçi. Hoş hem şu Resulullah'a ergişiş nime üçün şunçu muhim desek bunu neyim deyiş mümkün? Resulullah'a ergişiş aldı bilen imanның bir kısmı. Belki iman. Çünkü biz bir Müslüman İslam'a kirmekçi olsak ne demeyiz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şununla imanның şartlarından birisi Allah'a iman etiş, Allah'ın peygamberlerine iman etiş. Peygamberge iman etiş deganimden peygamberler epkegen dinga işiniş ve peygamberler epkegen haberge vehiyge işiniş ve peygamberler buyurgan işini qilish, çekilgen işini yeniş. Çünkü peygamberning özü bir din. Hoş. Nima? Şunun için bu birincisi şu peygamberlerge erişiş imanımızın yani la ilahe illallah'ın bir kısmı. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ati'ullaha ve ati'ur rasul. Allah'a erişin, Allah'a itaat kılınlar ve peygambere itaat kılınlar dedi. Allah'a itaat kılış bir ibadet olsa peygambere itaat kılış çoğu bir ibadet. İşte qanday qilsak itaat qilamiz? Şu peygambere ergetsek itaat qilamiz. Bu bir. İkincisi Kur'an-ı Kerim o'qildigan kitap olsa peygamber aleyhisselam tirik bir kitap. Kur'an-ı Kerim o'qildigan kitap. Resulullah'a itaat kılsa Allah'a itaat kılsa o'xshash. Ve men yuti'ir rasul faqad ata Allah dedi. Peygamberge itaat qilsa Allah'a itaat qilgan bo'ldi. Yani Kur'an-ı Kerim o'qildigan kitap olsa peygamber aleyhisselam hayat kitap. Kur'an-ı Kerim İslam'ның nazariy asasını o'ttirib qo'ysa, peygamber aleyhisselam bu Kur'an-ı Kerimdeki nazariy asasını amaliyatan yaşap, mingivatgan Kur'an bo'lib bergan. Shuning uchun İslamni tushunish uchun Resulullah'ın hayatını düşünmeyen adam dinini hiç qanday düşünmeydi. Resulullah'ını bilmeyen adam dinini bilmeydi. Çünkü Resulullah ayetini tirik turmuşqa, hayatqa aylandırgan bir şahs. Şunun için Resulullah'a erişiş. Şun Peygamber Aleyhisselam hadiste mi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu tab'an lima ji'tu bi dedi. Sizlerinin birinla mümin bulanmaydı hatta ki onun havası yani onun yaxşı gördüğün nesisi men epkegen nesige erişmek için gerektiğini yani bana itaat kılıp men diyen gap olmasa o Müslüman bulanmaydı. Şunun için la ilahe illallah'ın takazası Resulullah'a erişir. Çünkü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu. Hem de silbillah bu Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'ını bizge لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah'a iman etkan ve kıyamet günü Allah'ın rızalıkka erişidiğin kişiler için Resulullah örnektir dedi. Resulullah'ın örnek kıl diyen gap Resulullah'a erişen diyen gap. Şunlar da Resulullah'a erişenlerdi.
Rasulullah bizga ibodatda o'rnak. Rasulullah bizga dodi bo'lishda o'rnak. Rasulullah bizga bo'lishda o'rnak. Rasulullah bizga harbiy qo'mondan bo'lishda o'rnak. Rasulullah bizga ahli ilmi damollan bo'lishda o'rnak. Rasulullah bizga tijorat qilgan eng yaxshi tijoratchi bo'lishda o'rnak. Rasulullah eng yaxshi mu'min bo'lishda o'rnak. Yani Rasulullah bizning butun hayotimizning barliq sohalarida, masalan, siz tijoratchi bo'lsa, Rasulullah sizga o'rnak bo'la oladi. Siz bir harbiy qo'mondan bo'lsa, Rasulullah harbiy qo'mondan o'rnak bo'la oladi. Siz bir davlatning raisi bo'lsa, Rasulullah sizga raisning o'rnak bo'ladi. Chunki Rasulullah ham rais, ham harbiy qo'mondan, ham diniy olim, ham payg'ambar, ham dada, ham ham yani hamma sohada kamolatga yetgan. Axloqda bizga o'rnak bo'ldi. Shuning uchun Rasulullahninki o'rnak tutish bizning dinimizning muhim qismi, balki dinning o'zi Rasulullahga erishish. Shuning uchun Allohga iymon etibdi, Rasulullohga iymon etmagan hammasi musulmon hisoblanmaydi. Nima uchun Yahud Nasara musulmon hisoblanmaydi? Yahud Nasara biz ishongan Allohga ishindi, Musa alayhisalomga ishindi, Isa alayhisalomga ishindi, Nasaralar. Lekin Muhammad alayhisalomga ishonmaganlikdan Qur'oni Karimda lam yakunillazina kafaru min ahli kitob wal mushrikin dedi. Yani ahli kitoblardan kafir bo'lganlar dedi. Qanday kafir bo'lsa Muhammad alayhisalomni e'tirof qilmay kafir bo'ldi. Shuning uchun Rasulullohga ergashish, Rasulullohni o'zimizga o'rnak qilish, mushu Ramazonda men Rasulullahni bir dadulu sifatim bilan Rasulullahni o'rnak dada deb qanday daddi Rasulullah? Bir arulu sifat Rasulullah qandaq ardi? Shunama Rasulullah axloqi qandaqdi? Rasulullah tijoriy axloqi qandaqdi? Rasulullah kechasini mish qildi, kunduzini mish qildi, qo'shnilar qanday muomala qildi, ayollar qanday muomala qildi, mehmonlar qanday muomala qildi, kichik bolalar qanday muomala qildi, do'stlari qanday muomala qildi, yoshlar qanday muomala qildi, qiyirlar qanday muomala qildi, dushman qanday muomala qildi, munofiq qanday muomala qildi. Mushuni hammasini o'rganib biz qana qilishimiz kerak? Rasulullohni o'rnak qilmoqda. Andikin biz islom dini maqsad qilgan bir islom dini o'tirib chiqmoqchi bo'lgan bir yaxshi musulmon bo'la olamiz. Xo'sh, endi payg'ambarlar ma'sum, ya'ni bizning tilimizda ma'sum deymiz ham. Ma'sum deganda indiyamiz, gunohlardan. Bu Uyg'urchada ma'sum bola deymiz-ku, arabchada ma'sum deydi. Bu bir e'tiqoddagi bir bizning e'tiqodimizda payg'ambarlar begunoh, payg'ambarlar gunohsiz pok. Bu endi bu payg'ambarlarning alohidliklaridan birisi bu. Masalan, payg'ambarninki bir 6 alohidlik bor, insonlardan farqlanib turadigan. Masalan, payg'ambarlarga vahiy keldi. Bizning alohida farqi shundami? Shu qatorda payg'ambarlarning ko'rgan tushi rost keladi. Bu payg'ambarning alohidligi. Payg'ambarlar yolg'on tush ko'rmaydi. Tamam? Shu payg'ambarning bizdan boshqa insonlarning alohidligi ular gunoh qilmaydigan keldi. Gunohdan xatolashmaydigan keldi. Bu da deganlik faqat xatolashmamda, ya xatolashadi. Ammo ular xatolash bo'lg'acha Alloh darhol vahiy qilib o'ngshaydi. Bu mana şunu biz peygamberler hatalıktan xoli. Biz peygamber bunda deganlik mush peygamber bizga yetkizgan din hatalıktan xoli. Bunu da şuna da e'tiqod qilishimiz kerak. Agar peygamberler hatalıktan xoli olmasa, dinni biz o'ngshash to'g'ri kelib qoldi. Balkim xato etib bado, miyat xatoga unda desak bo'lmaydi. Shuning uchun peygamberler pokdir, gunohsizdir, nuqsonsizdir deb tushunishimiz kerak. Lekin har qanday ishdan nuqsondan xoli bo'lsa, u Alloh ulab qoldi. Ularni nuqsonlik o'tkazdi. Lekin ular nuqsonlik o'tkazib bo'lgacha Alloh ularning nuqsonligini darhol o'ngshaydi. Nima uchun desa, ularning butun ish harakatlari, ularning agash kuchlari uchun diniy hisoblandi. Shuning uchun ularning hava in huwa illa vahyu yuha. Nima? Shuning uchun payg'ambarlarningki, chunki payg'ambarlar bizga o'rnak. Bizga o'rnak bo'lgankin, chuqur butun to'g'ri ishda o'rnak bo'lish kerak. Agar payg'ambarlardan xato bo'lsak, ba'zi xato deb biz o'rnak bo'lish yaramaydi. Shuna yuqorqi gapga munosabatlik ma'lum. Demak, gunoh degan gap, payg'ambarlar gunoh o'tkazmaydi. Yana payg'ambarlar pok degan gap gunoh o'tkazmaydi. Gunoh deganing ma'naviy nijosati. Bu nijosatning payg'ambarlarga nisbat berishi to'g'ri emas. Xo'sh. Shuning uchun payg'ambarlarning butun qilgan ishlari to'g'ri. Chunki payg'ambarlarning vazifasi Allohning dinini yetkazish. Allohning dinini yetkazgan payg'ambar agar xatolik ishlab solsa, haq bilan nohaq, to'g'ri bilan xato aralashib ketib qoldi.
Şunun için Allah peygamberlerini hatalıştın pak qilgan. Eğer hatalışıp qalsa vaqtida o'ngishgan. Andan peygamberler masum deganlikdan peygamberler günah işlemaydi, günah ma'siyat ishini qilmaydi degan bo'ldi. Ular Allah saqlab qolgan. Mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir qatam bir peygamber bo'lmasda bir to'y bo'lib, shu to'y voqayaga dabtutta chaqayaga baray debdi. Allah bag'ilni siqmay yo'lda uxlab qolgan vaqaligini hammamiz bilamiz endi. Shuning uchun bu yerda payg'ambar ma'sum degani payg'ambarlar xatolashmaydi. Xatolashib qolsa Alloh vaqti tuzdi. Shuni abasa va tavalla. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallalloh. Mesela Peygamber Aleyhisselam davet qilgancha bir ama adam kelibdi. Peygamber Aleyhisselam qapıqını turibdi. Shu paytning o'zida nima deb qapıqını tursa. Shunama Peygamber Aleyhisselam bo'ldi, men hasaliyman, hasalman harom debdi. Sen nima deb Qur'on nozil bo'ldi? Sen nima deb Alloh qanday harom qilsa? Yani vaqtida Alloh tuzishmadi. Demek peygamberlerning xatoni davomlashtirishi mumkin emas ekan. Xatolashidi o, lekin vaqtida ular tuzutildi. Shuning uchun bizga yetib kelgan butun ishlari to'g'ridan iborat. Ma'sum degan emas shu. Endi shu bugungi kunda shu kunimizda Rasulullohga nisbat berilgan hadislarning to'g'ri ekanligini qanday bilamiz degan narsa chiqdan ba'zilar endi nurg'ulg'an ezib ketgan yo'llarga ergashganlar va bizga Qur'oni Karim Allohning kitobi saqlashga va'da qilingan narsa dinni xato tushunganligi uchun faqatli Qur'on deb tushunib qolib sunnatga noit shubhi bilan qaraydigan. Albatta xatolik yo'q, ojiz, zaif, uydurma hadis yo'q emas, albatta bor, lekin buni Alloh burun olimlarimiz buni 70 ming xil operatsiya qilib hammasini ayirib bo'lgan darajada bo'lganda bugungi kunda mahala shu bilimsizlikdan hadisga nisbatan biroz yiroq qaraydigan buni. Qur'on kimga nozil bo'ldi? Albatta Peygamber Aleyhisselam'a. Bunun hem işengen Müslüman. Demek Kur'an Peygamber Aleyhisselam nazil olganken o Kur'an'ı şerhileyen, Kur'an'ı düşündüğü adam kim o? Peygamber Aleyhisselam da o. Ve Kur'an'ı şerhileşke ve düşündürüşke en haklık adam kim o? Peygamber Aleyhisselam. Çünkü Kur'an ya benim dadamga ya onun dadıslığı düşmedi ya şu Peygamber Aleyhisselam'a düştü. Şundan mı? Ondan olganken Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri şu Kur'an'ın şerhisi. Kur'an'ın izahatı. Şunun için biz Kur'an ayetini en yaxşı düşündüğü adam kim olsa? Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim namazı qoladi dedi. Ama neçe rekat kaçan okuyumuz, neçe rekat okuyumuz, rukunu qanday qilamiz, secdeni qanday qilamiz? Kur'an'da var mı yok mu? Yok. Bunu Peygamber Aleyhisselam bizge uqtadi. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın uqtagan nima deymiz? Hadis deymiz şuna ama tamam. Endi bu hadisin içinde bazı vaqtning o'tishi bilan va Qur'onni Allah Subhanahu wa Taala Qur'onni saqlab qolman degani sahih hadisni ham saqlab qolman degan bo'ldi-ku. Chunki sahih hadis Qur'oni Karimning nimasi? Sharisi. To'g'ri, Qur'oni Karimga ba'zi yolg'on hadislar aralashib ketgan ahvollar bor. Hadisga. Ha. Hadisga. Hadisga, Qur'onga emas, Qur'onning zodi ilpidan tortib yosa, Qur'onni hozir siz biz o'qiyotgan Qur'on, biz Turkiyada o'qiyotgan Qur'on, Sharq Turkistonda o'qilayotgan Qur'on, Amerikada o'qilayotgan Qur'on hammasining Muhammad alayhisalomga tushgan ayni Qur'on ekanligida haliqo biz musulmonlar emas, insofli kofirlar buni e'tirof qilaylik. Qur'onning hech qanday bir nimasiga o'zgarish bo'lmaslik. Tamam? Ama hadisga hamda hadismi shu, chunki hadisni Qur'onni ma tarafdan nozil bo'lguncha ma tarafdan vahiy kotiblar vati yozib oladi. Hadisni mo azdol yozib oladi. Lekin ma Qur'ondek undaq bir ahamiyat berilmagan. Bo'lib Rasulullahninki davrida Qur'on nima uchun desa Qur'on bilan aralashib ketib qolmadi. Biri Qur'on bilan hadis aralashib qolmasin. Ikkinchisi Qur'on asosiy prinsipal masalalarni so'zlaydi. Xo'sh. Qur'oni Karim bir jamiyatni qurmoqchi, bir insonni barpo qilmoqchi, Qur'oni Karim bir dunyoni qurib chiqmoqchi. Hadisni akasilar asli bilan asli bu alqi Qur'ondagi muhim masala bilan hadis ikkinchi o'rinda turadigan masala aralashib ketadigan gap. Shuning uchun Qur'oni Karim, shuni Qur'oni Karimda tafsili deyilgan masalalar to'g'riliq hadisda hech nima yo'q. Mesela gidip biray. Qur'oni Karimda eng tafsili bayon qilingan payg'ambarlarning vaqaligi bor, 25 payg'ambardan. Hadis payg'ambarlarning tuzuk vaqaligi yo'q ayna. Shunday emasmi? Qur'onda ixcham bayon qilingan masala to'g'riliq hadisda tafsili bayon qilingan.
Yevropa alimleri şundaq deydi-ki, Müslümanlar hiç nas bulmasımı, mas hadisshunoslik ilmini keşif qilganlardan bular faxrlanishga arziydi degan g'arb dunyosidagi olimlar bor. Mush hadis to'g'riliq g'ing-ping qilganlar Alloh bilan qasamki, hadis to'g'riliq bilan bilmaydi. Men bu yerda jazmi deyman, bilsa aslini qashlarga kelib ultasi men ular bilan deyishman. Hadis to'g'riliq bilan bilmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Va ma ataakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Shunama payg'ambar berganni ching tutinglar, payg'ambar chalgashini yeninglar degani payg'ambar bergani bizga shu payg'ambarning degan gaplari, payg'ambarning qilgan ishlari. Qur'onni kim tafsir qilgan bizga? Payg'ambar ham o'zining gap so'zi bilan, ish harakati bilan Qur'onni tafsir qilib bergan. Bumuz Qur'onni hammadan xohlagancha gapga o'ynag'ili bo'ldi, gapni har xil tarjima qilib bo'ldi. Shunama shuning uchun bu hadisning qandaq yolg'onlar rostini araymiz desak, buni ikki xil araymiz. Birinchisi sahih hadis toplangan materiallarla Buxoriy, Muslim desa sahih hadis var deymiz. Tamam. İkincisi mushu sahih hadisni araydigan olimlarimiz var. Bu olimlar hadisshunoslik ilmining qoida, prinsiplariga sep turib, qilni 40 yerib araydi. Albatta. Shunama bu nurg'un olimlarimiz var. Hadis degandan bir damlam hadisni payg'ambar sallam degan demagan arib beradi bizga. Shuning uchun ümmet İmam Buxoriyninki Sahih Buxoriy hammadan ittifoq butun musulmonlar qabul qilgan eng to'g'ri hadis deb. Ya'ni demak endi shuning uchun hadis ilmi xuddi matematika ilmi, fizik feni, ximiya feni degan fanlar bor. Shuning o'xshash hadisshunoslik feni deb bir fan bor. Bir fan bu. Bugun normal musulmondan unda andish qilish hojati yo'q. Hojati yo'q. Bütün hamma narsa hadislar to'planib bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala masalan İmam Buxoriydak, İmam Muslimdak, İbn Salahdak, Tirmizidak, İbn Majahdak, Nasaidak Rasulullahning hadisining bütün hammasini bildi. Bir hadisni bilish uchun o'ylab baqsa bir odam bir hadisni bilish uchun piyoda Iroqqa, Yamanga, Misrga, necha davlatlarga berib bir hadisni öyle şu anda qiladi. Hem bu qabul qilish masalasi ham dunyoda shu siz abay tilg'ab o'tgandek masalan shu ilmur rijal shu hadis rivoyat qiluvchilarni tekshirish ilmi dunyoda hech bir millatda yo'q. Hech qanday bir millat yo'q. Masalan nurg'un tarix so'zlaydigan nurg'un narsalarni anglab falan mında deb tikan deb mında uni tekshirilmay uning kaynarqi silsila zanjirsimon shaklda unda tekshiradigan mush musulmonlarning qo'lida bor ilmur rijaldek inchga bir odamning bir hadisini qabul qilish uchunmi hayotida bir qatim masalan ko'chada hatto o'rtib tomoq yeb qolganmi bu kishi? Masalan adolatiga qilgan. Hayotida bir qatim yolg'on gap qilgan kishimi? Yo bu ko'p unutib qolgan kishimi, unutgan kishimi yoki bu? Degandan tartib tekshirib uningdan hadisni qabul qilishdan burun ashunda darajada silsila tekshirib andan keyin uning hadisining sahih yoki to'g'ri emas ojiz degandek bu turlarga ayriladi hamda. Ondan keyin sahobalar bu hadis ilmini bak ko'ngil bilgan-ku, sahobalar. Masalan, İmam Buxoriy Kitabul Ilm, ilm bobi degan kitobda mundaq bir masala degan. Jabir radhiyallohu anhu bir hadis uchun Abdullah ibn Anasni qishqa bir oyda borgan deydi. Bir hadisni. Masalan, bilamiz. Aş Rasulullah'ın şehri Medine'den Suriye Damashqqa Abu Darda radhiyallohu anhu qishqa birisi kelgan. Ya Abu Darda, men senin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis anlaganligini şunu senden anlay deb keldim de baş Medine'den Damashq keldi ya 1500 kilometr yol. Tamam? Yani bu muşunçolar işte anadan keyin mesela İmam Müslim'nin bir gapi var. Bu İmam Müslim şuna deydi Abdullah ibn Mas'ud yani sahabe. Biz bir adam Peygamber Aleyhisselam manda degan desa sürüştü qilgan bo'ldik deydi. Kimdan angladingiz deb sürüştü qilamiz deydi. Palandan angladim desa palani kim o, nerede tug'ilgan? Bu Peygamber Aleyhisselam bilan birga yashaganmi, yashamaganmi? Shunama sil degandek tutilish qobiliyati qandaq? Buningki axloqi qandaq? Hamma sürüştü qilib, hatto bir gap bor, İmam Buxoriy bir hadisni sürüştü qilish uchun Misrga borgan. Şundan barib nim qilsa bu bir masjidning imomi ekanda bu. Ko'rishay deb uyga borsa qanisi etizliq chiqayotgan deb. Etizliqqa borsa bu odam bir eshakni qochirib qo'yib, eshakni tutish uchun bir javurninki bir talangining ichiga toshni elib, taraq qilsa eshak qunoq o'xshaydi deb keldi emasmi? Eshakni qunoq o'xshab tutib olgandan keyin hadisni
Anlamay ketken. ketdi. Ve çağırıp sen şu Irak'tan, Mısır'a menden hadis anlayıp anmaysan olsa sana işeke yalgancılık bilan qoladi. Demek sende yalgan etiş bir zihniyet varken senden hadis kabul qilmayman. Bu derecede hadisninki erkekler var. Manda noçularımız var. Hadis muş derecede sahipsiz emas. Men şunu bilmem go. Ay hadis degan inde deganlar men bilmem hiç qazmaş. Uyg'un ichida ko'pinchisi din o'qimagan. Tamam? Hiç qazdan o'qimagan. Andan bu inkar qildiganlarmi bunda to'liq inkar qildiganlar va ma'lum yerni inkar qildiganlar o'xshamaydi endi. Shu bizning Uyg'urchada masalan men Uyg'urlar ichida hadisni to'liq inkar qildigan shaxslarni ko'rib baxmadim. Amdayliqi ba'zini inkar qilgan, ba'zini inkar qilmaydi. Keyfiga ko'ra qilsa bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Bu hadisshunoslik ilmiy qarta ko'rdan. Sen o'zingning sahasiga kishi qilishing kerak. Chunki payg'ambar alayhisalom deydi u: "Ala va inni utitul Qur'ana va mislahu ma'ahu" deydi. Ey insanlar anlap qo'yinglar, men Qur'on va Qur'onga o'xshash yana bir narsani berildim deydi. Qur'onni berildim va Qur'onga o'xshash yana bir narsani berildim. Nima u berilgan narsa? Hadis demakchi, hadisni demakchi. Ala yushaku rajulun sha'bana ala arikati. Pat arada bir adam o'zining mundoq o'rindiqiga yo'linib o'ltirib, nima deydi desa? Alaykum bihazal Qur'on. Bosh Qur'onni ching tutinglar. Qur'onda halol bo'lgan halol, Qur'onda harom bo'lgan harom. Mush Qur'onga ching tutinglar deb, ma hadisni qabul qilmaydigan insonlar keladi deb Rasululloh 1400 xabar qilgan. Shuning uchun ma hadis to'g'riliq uni buni deganlar amaliyotda din o'qimaganlar, to'lis din o'qimaganlar. Men Uyg'ur ichida Uyg'urlarni bilaman, to'lisi din o'qimaganlar. 99% din o'qimaganlar. Birdam ayaga, birdam ayaga aloqa. Hatto fikriy jihatdan turaqliq bir fikrga ega bo'lgan kishilar emas. Tamam. Shuning uchun bular insof qilib, ma payg'ambar alayhisolamningki so'zining to'g'riga chuqum egish kerak. Masalan, birisining gapini anglab qoldim. Har qanday Qur'onga to'g'rilaymiz deydi. Qur'onga to'g'rilaymiz degan odam Qur'onni yüz bildim degan odam u. Amaliyotda Qur'onni surpatani sabq qilmaydigan odam shu. Biz Rasulullohning hadisini Qur'onga to'g'rilaymiz. Hey, sen Qur'onga to'g'rilash uchun Qur'onni to'liq bilishing kerak. Biz qanday to'g'rilaysan uni? Tamam. Shuning uchun bu ish kelgan chaqda sen mush gapni degicha xuddi dunyoda boshqa bir inson bu gapni deb bo'lmagandek o'zini ajoyib bir narsa chog'laydi hamda Alloh inshaalloh hidoyat qilsin hammamizni. Xo'sh, programmamizning oxiriga keldik. Bugungi savolimiz ro'za tutib turib namoz o'qimiz qanday bo'ldi? Ro'za tutib namoz o'qimaydi. Namoz o'qimiz. Bu hamda nihoyat bir echinishli ahvolda hamda. Bek echinishli. Ro'za tutqunga Alloh rahmat qilsin. Ammo namoz o'qimag'ini zina qilgandan, o'g'irlik qilgandan, jazoni yegandan bek ig'ir maslama. Chunki payg'ambar alayhisalom kafirlar bilan bizning o'rtamizdagi farq namoz degan. Islom dinidagi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan keyin birinchi farz nima? Namoz. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam avval ma yus'alu yawmal qiyamah, avval ma yus'adu yawmal qiyamah as-salat degan. Qiyomat kuni birinchi bo'lib birdigan hisob namozdan boshlanadi degan. Agar yaxshi bo'lsa, keyingisi yaxshi. As-salatu imaduddin degan. Namoz dinning turki degan. Dinsiz, namozsiz din olmaydi degan. Shuning uchun bu namoz o'qimaganlik bak ig'ir gunohdir. Agar namoz degan quruq gap, nada namoz vaqtisi u kafir. Ammo namozning Allohning farz qilganligini ishinido, yo hururlik qilib, yo ig'irlik qilib namoz o'qimagan bo'lsa, bu eng cho'ng gunoh kabirni o'tkazgan bo'ladi. Shuning uchun bu chuqum darhol tövbe qilib, mush Ramazonni hayotidagi bir yangi hayot qilib namozni o'qish kerak. Namoz Alloh bilan uchrashish. Namozda shundoq bir huzur borki, bo'libmi mush sajdada bir huzur borki, buni tetpaqsin. Men har qanday odam tetpaqsin bu namozda. Vallahi mush sajdada shundoq boshni qo'yib, ya Alloh, ey mehribon Alloh egam, ey suyimlik Alloh, gunohimni afv qilgin, baxtimni bergin, vatanimni qutqazgin. Mush Allohga shundoq munojat qilsa, shunda bir huzur qildiki, bu o'zini tetpaqmagan boshqa odam tushundirish mumkin emas. Chunki namoz Alloh bilan uchrashish, Alloh bilan suhbatlashish, Allohning huzuriga chiqish, Alloh bilan gaplashish. Shuning uchun namoz bak ulug' ibodat. Endi islom ro'zimi shundoq bak ulug' bo'lganlikdan yilda bir qatim kerakdan ba'zi qarindoshlarimiz namoz o'qimagan qarindoshlarimizmi ro'za tutib qolgan ahvol bor.
Şunu bilip qo'ysinki, bu namozni qasdan tarkasi kafir endi. Namoz degan quruq gaplarni tarkasi. Ammo endi o'qiydim inshaalloh deb hurullik qilib yoki tashlaganlarmi bu baktas. Qiyomat kunsi bu bak chatoq chiqdi ahvolim. Ammo ro'z bulamdi desa, o'lim oldin masalan Ibn Baz rahmatullohi alayhi, Yusuf Qardavilar bir necha olimlar ro'z bo'ldi degan. Chunki namoz o'qimaganligi uchun bak ig'ir gunohkor bo'ldi. Ya'ni gunohning eng cho'ngini qilganlik bo'ldi. Ammo Ramazonmi ro'z tutganlik bo'ladi. Chunki famay ya'mal misqala zarratin. Zarrachilik amal qismi Alloh uning mukofotini beraman dedi. Ro'z tutganlik uni, demak u bir Allohga iymon etadi, Allohning payg'ambariga iymon etadi degan bo'ldi. Ammo iymon chuqum amalda ifodalanish kerak. Endi bu Ramazonda ifodalandi, namozda chu ifodalanmadi. Shuning uchun bu imommi hamda yerim yata imom bo'ldi. Lekin savob bo'lamdi, inshaalloh savob bo'ladi. İnşallah savab buludu. Ama namaz o'qimaganlikning oldiga tutadigan jinoyat yo'q. Bu baqiga jinoyat. Chunki Alloh bizga 5 vaqt farz qilgan. Alloh o'zini biz bilan 5 qatim ko'rishga taklif qilgan. Namoz o'qimaydigan Allohga menga sen bilan ko'rishmayman degan. Undan boshqa ish emas. Shuning uchun bu masalaga hatto ba'zi ulamolarimiz ro'z qabul bo'lmaydi degan. Nima uchun qabul bo'lmaydi desa, chunki namozni o'qimagan odam kafir degan. Namaz o'qimagan odam kafir degan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Men taraka as-salata muta'ammidan faqat kafir" dedi. Qasddan menga namoz deganing quruq gap, ish yo'qning ishi degan odam kafir dedi. Endi balkim ro'z tutgan ekan, mencha bu ro'z tutgan odam unda demaydi. Menga ish yo'qning ishi degan odam emas bu. Balkim qalbida endi o'qiyolmaganlik uchun qattiq pushayman deb, balkim mush Ramazonda o'qib ketish mumkin. Ammo namoz o'qimagan odamning tutgan ro'z qabullanadi bo'lsa, inshaalloh qabul bo'ladi. Ro'z deganiki farz tugaydi. Ammo namoz o'qimaganlikning jinoyati shu darajada ig'irki, o'qimay buni qutlanmaydi. Chuqum buning hisobini berdi. Bu bak ig'ir jinoyat. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo "Va nad'ul mawazinal qist li yawmil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin" dedi. Qiyomat kunsi adolat jin tarozilik qo'yilgan vaqtida hech kimga zulm qilmaydi. Qichining danchilik ish bo'lsa biz o'tirib olib kelamiz deydi. Shuning uchun buning chuqum ajri savobi bo'ladi. Lekin namozning o'qimaganlik jinoyati bu eng qabih jinoyat. Buning hisobini Allohning oldida baktasda berdi yoki berib bo'lmaydi. Buning jinoyati chuqum tatib qoldi. Ammo Ramazon qabul bo'ldi inshaalloh. Ko'p rahmat. Programmamizning oxiriga keldik inshaalloh. Davomlashtiraylik. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qadrli qarindoshlarimiz, shuna qilib bugungi programmamizmi 3-sonimiz mana bu Rasululloh programmamizning 3-sonimiz oxirlashdi. İnşallah atiki programımızda Allah ömür basi görüşküçe aslanı Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Barakatuhu.